Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 16 bölüm İşki şəhvətni, qursaq və cinsi şəhvətni besiqtirish. Qursaq şəhvəti ən çoğ halaketlərdən biridir. Adam əleyhissalam dəl muş səbəblik cənnətdən çıxırıldı. Cinsi şəhvət və mal dünya qiziqishmu qursaq şəhvətidən kelib çıxıdı. Bununla əgişib yeni köp afətlərmi kelidi. Bunlarning hammasi haddidan ortiq to'qchilikdan paydo bo'ladi. Bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mo'min bir uchayga, kofir 7 uchayga yeydi degan. Yan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odam bolasi qursiqidan yomon bir qachini to'shqizmaydi. Halbuki odam bolasiga hayotini saqlayolug'idek yeb ichish yetarlikdir. Magarki kishining ortiqroq yegisi bo'lsa, qursiqini 3 ga bo'lsin, 3 dan biri tamoq, 3 dan biriga ichimlik, 3 dan biri nafas elish uchun bo'lsin degan. Uqba Rasibi rahimahullah mundaq deydi. Men Hasan Basrining yanına kirgan edim. O nonushta qilib o'tibdikan, o menga qani kel degan edi. Men tamoq yeyolmagdek darajada tamoq yeb bo'lib ekanman dedim. O subhanallah, musulmon to'yib ketgudekmi tamoq yemdi dedi. Saidlardan bir turkum kishilar az tamoq yeyish va ochliqqa sabr qilishda chekdan oshirib etdi. Biz ularning tutgan yo'lining ayiblarini boshqa bir kitobda bayon qildik. Ya'ni yegisi bar turib tamoqdan qo'lini tortish taom yeyishdagi odillik darajasidir. Taom yeyishdagi eng go'zal daraja bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuqorqi qursaqning 3dan biri tamoq, 3dan biri ichimlik, 3dan biri nafas elish uchun bo'lsin degan so'zida tavsiya qilgan darajadir. G'izolanishda odillik rioya qilish tanni sog'lom qiladi va kasallikni yo'q qiladi. Yeb ichishdagi odillik darajasi bo'lsa, ishtaha tortmag'ucha tamoq yemaslik, taom yeganda ishtaha qolmay turib qo'lni taomdan tortishdir. Davomli oz tamoq yeyish kuch-quvvatni ojizlashtirib etadi. Bir qism kishilar yemekliklarni azaytib, farz amallarni qilishda sahvanlik o'tkazdi. Ular nodon bo'lganligi uchun uni fazilat deb o'ylab qoldi. Amaliyat bo'lsa undaq emasdir. Ochliqni maqtaganlar faqat biz tilga ilib o'tgan yemek-ichmekda odillik darajasiga rioya qilish holiga ishorat qilgandir. Qursaq shahvatini bo'ysundirish g'ayrati chiniqish yo'li. Davomliq to'yg'uchi yeb odatlangan kishi biz ishora qilgan o'ttiralik darajasiga yetguncha tamog'ini ma'lum muddatda asta-asta azaytish kerak. İşlarının en xayrıligi o'ttiral bo'lgandir. Ibodatda qiynalmoqdek darajada g'izolanish ma'quldir. Bu darajada g'izolanish kuch-quvvatning saqlanib qolishiga yetarlikdir. Buningda kishi ochliq yoki ziyoda to'qliq his qilmaydi. Shunday qilgandila badan sog'lom turdi, iroda urg'ib turdi va fikr sap bo'ladi. Ko'p taom yeyish, ko'p uxlash va zehn ig'irligini keltirib chiqaradi. Sebebi köp taom yesa mengida hor ko'payib, fikr qilish va ask elish o'rnini etib oladi va boshqa kasallarni paydo qiladi. Shahvatlarni kontrol qilishda riyo ofatining bayoni. Shahvatlardan bir narsani tashlagan kishi riyo qilib qilish ofatidan ehtiyot qilsin. Ba'zilar ko'ngli tortgan narsani setib olib, uni yoqtirmasmi uyiga esib qo'yib, o'zining zoitligini yapatdi. Bu bo'lsa bir ishning dal aksini qilish bilan qilingan zoitlik ichidagi zoitlikdir. Bu ham siddiqlarning amalidir, chunki bunda qiloluvchi nafsiga sabr qadihini 2 qatim o'tlatgan kishidir. Ikkinchisi texmi ochiqdir. Avrat shahvati. Bilginki jinsiy shahvat insonga 2 foyda uchun berilgandir. Birinchisi inson naslining davomlashishi uchun, ikkinchisi oxirat lazzatiga qiyos qilolug'idek bir lazzatni tetiy olish uchun. Chunki turining lazzati bilinmagan bir narsa ko'p qiziqish bo'lmaydi. Lekin jinsiy shahvat normal bo'lmaganda ko'p ofat va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shundaq bo'lmaganda edi, ayollar shaytonning qapqonlari bo'lmagan bo'ladi. Bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mendan keyin erlarga ayollardan ziyonliqroq bir fitna qoldirmadim degan. Bir salih kishi mundaq degan: agar birov menga davlat xazinasini omonat qo'ysa, omonatga rioya qila olishimga ishonchim bor. Ammo bir soat xoli qololug'idek holda bir qora tanlik ayol menga omonat qilinsa, bu vaqtda nafsimga ishonch qila olmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam er kishi yot ayol bilan xoli bir yerda bo'lmasin, chunki ularning uchinchisi shaytondir degan. Bu shahvatda haddidan eshish ba'zida aloqa pallig yetadi. Hatto er kishi ayollarga berilganligidan oxiratni eslashdan g'afil qoladi. Ba'zida kishi fohish qilishga so'rasa, ba'zida ishiq o'tiga ilib boradi. Eng maynat shahvat oshiqlikdir. Hammadan bak ishiq shahvatiga tushishdan saqlanish va or qilish kerak. Ko'p kishilarda mol dunyo, amal obro'y, shishxal yoki shahmat o'ynash, tambur ishqi degandek ishqlar bo'ladi.
Шуның белән бу нәрсәләр qalblarni egallab, qilmis turolmaydigan bo'lib qoladi. Darvaqa, dastlabki bosqichlarda bundaq ishqdan saqlanish oson. Keyingi bosqichlarga o'tganda bo'lsa, qattiq davolashga to'g'ri keldi. Ba'zida oshiqlikqa dori kar qilmaydi. Bu hal xuddi bir eshikdan kirmoqchi bo'lgan sarkash hayvonni darhol chulvirini tartib tizginlagan kishining ahvoliga o'xshaydi. O hayvonni eshikdan kirishdan burun chulviridan tartib tusish nima degan oson-a? Işıq çoğunqur bağlanıp bolğandan keyin davalamoqchi bo'lish beayni hayvonni eshikdan kirgili, bosuğudan o'tkili qo'yib, ichiga kirib bolğandan keyin uning quyrug'idan tutib orqasiga so'rashga o'xshaydi. Bu ikki holat orasidagi farq nima degan cho'ng-a? Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.